Assalomu alaykum, sog'lom jamiyat, yaxshimisizlar? Juda ham ko'pchilik hozir D vitaminini iste'mol qilyapti. Chunki D vitamin bizga qanchalar kerakligini anglab yetdi. Quyoshdan olsa bo'ladi-ku, yo'q, hozir ertalabki quyosh zo'r. Bomdodda turasiz quyosh chiqadi-ku, ana shu foydali. 10 minut, 15 minut mana shu quyoshga qarab turishlik foyda. Undan ag'i o'zi ziyon. Chunki neutronlar to'g'ridan to'g'ri o'tib keladi, teri rakiga olib keladi u narsa. Buni ham tushunib yetyapti odamlar, lekin hamma ham ertalab turib tonggi quyoshdan bahra olish imkoniyati yo'q. O'shancha D vitamin ichyapti, lekin ichganda yaxshi natija ko'rmayapti ular. Xohlagan, kutgandaqangi natija ko'rilmayapti. Chunki hozirgi juda ham ko'p D vitaminlar kapsula yoki tabletka shaklida. U kapsula, tabletka oshqozon soki bilan aralashgandan keyin effekt sezilarli darajada pastlab ketib qoladi. O'shani ustida olimlar ishlab, hozir mineral vitaminlarni liposomal usulga olib o'tyapti. U qanaqangi suyuq shaklda bo'ladi. Og'izda qizil o'ngachda oshqozonga tushmasdan so'rilib ketadigan mineral vitaminlar bor. Uning natijasi vobshe zo'r. Bitta notomoni bor, ozgina qimmatroq bo'ladi ularga nisbatan. Lekin natija o'shanga yarasha. Sifat bu pul deyman, nima? Qimmat narsada sifat atlichniy bo'ladi, zo'r bo'ladi. Xo'p, mana shu D vitaminni liposomal usulda olingan. 1000 doza har kuni ertalab ovqatdan keyin 1 soatdan keyin ikkita sepaman. 2000 doza bo'ladi bu. Bu normalniy. Jiyanlarimda ham sinab ko'rdik. Effekt sezilarli darajada zo'r. Agar kimga shunaqangi liposomal usulda olingan ba'zi mineral vitaminlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Men sizlarga to'g'ri beraman. Dunyoni qaysi chekkasida bo'lishlaringdan qat'iy nazar, narxi, sifati o'zgarmagan holatda yagona sifat, yagona narx butun dunyo bo'ylab imkoni bor. Telefon qilsalaring yoki yozsalaring messenjerdan, men sizlarga to'g'ri berishlikka yordam beraman imkon qadar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sog'lom jamiyat, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.